Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana qo'yxonalarimiz ham xudo xolasa bu 2,5 metrlik varianti jigarlar. Polni yig'iladi, galka boltlik, poldan tevasi sinimat bo'ladi. Profil 1.7 li ishlatganmiz 80%, 20% kontrakt ishlatganmiz 2.2 stenka. Xo'p, 2,5 metr joyga 8 ta oyoq qo'yganmiz. 2 qator ugoni tashlaganmiz. Profillari 4.2, 2.2 hammasini tashlaganmiz xudo xolasa. Taxtani qalinligi 3.9 rossiyskiy sashta tashlaganmiz. Oralari ochiq, ko'rib turganingizdek, go'ngga tushib ketadi. Inshaalloh Allohning izni bilan shuna chiroyli holatda qildik. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin inshaalloh. Buni narxini tomi bilan 4 million 100 ming so'm, tomsiz holatda 3,5 million so'm. Bundan tashqari mana bunaqa yangilik ham qilib qo'ydik. Bu yopiq joylar uchun faqat oldiga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bu joyda suv ichadi, bu tomonda oxir. Bu tomonda bunisida yeydi, faqat eshik qo'yilgan bunga. 1 metrini 350 ming so'mdan qilib berdik. 2 metrdan ikkita qilganmiz. Aloqaga chiqaverasizlar.